Shahzodam, men sizga xizmat qilmoqchi bo'laman u xizmat qila olmayapman. Sizga oson tutmoqchi emasman u, lekin nima desam ekan? Bir ifloslik qilgan odam bu ishni ikkinchi marta ham qiladi. Haydar akam haq gapni aytyaptilar. Oldin ichki siyosiy ishlarning yordamchisining yordamchisi va uning yordamchisi bo'lib ish boshlagan. Shunda bir haqiqatni anglab yetgan. Hech bir ish qilmasa, uni ayblay olishmaydi. Shu kundan boshlab hech bir ish qilmay lavozimi oshdi. Shu zaylda hech bir ish qilmadi. Yana lavozimi oshdi. Shu bo'yi hech bir ish qilmay lavozimi oshaverdi. Va nihoyat shu kungacha hech bir ish qilmay eng yuqori lavozimga ega bo'ldi. Hanuzgacha hech bir ish qilganicha yo'q. Yonimga kel. Yoningga borsam, momiqqa tumshug'ing lat yeyishi mumkin. Oy. Kimdan? Otasidan? Otasini taniysanmi? Uni onasi bilish kerak-ku. Onasi kim? Uni o'zidan so'raymiz. O'zi kim? O'shalar bilsa kerak. O'shalar kim? Ota-onasi-da. Buni kimligini bilmay turib, ota-onasini bilib bo'lar ekanmi, ahmoq? One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.